Shopir bir ahvol o'zi kiyinishdan ko'rinib turibdi, ozg'ina yigit, yosh yigit. Xudoning sorini qildim, 2,5 million so'm pul olmay ketdi. Baraka topku. Hozir 2,5 million so'm olmay ketyapsan. Bu jamoat bilan bu masjidni fondidan shu narsaga ajratilgan, shuni olgin. Qoraga dedi, xolang yoningizga so'varing dedi. Xolang Allohning baytiga qaytarib bering dedi. Meni otam Allohning baytida ishlab qolmagin deb aytganlar, men olmayman dedi. U domladan taqvodorroq ekan u. Mana men degan boydan saxiyroq ekan. Ko'rsangiz uni nazaringiz ilmaydi. Birodarlar, shunaqa odamlar bor. Shunaqa odamlarning hisobiga mumkin yer yuzi turar. Menga o'xshagan domla nima? Ilmi bo'lgani uchun gapiradi. Boy nima uchun beradi? Alloh taborak va taolo bergani uchun, saxiylikni ko'ngliga solgani uchun beradi. Uchu. Unda yo'q-ku. Demak, odam bo'lgani uchun emas, Alloh taborak va taolo qalbiga solgani uchun qilar ekan. Buni hurmat qilish kerak buni.